AQSh Rossiya va Venesuela sanksiyalari ostidagi neftni tashigan tankerni qo'lga oldi. The Wall Street Journal 9-yanvar kuni AQSh sohili qo'riqlash xizmati Venesuela qirg'oqlari yaqinida Soya floti tarkibiga kiradigan Olina tankerini to'xtatdi deya xabar bermoqda. Nashr The Bell ma'lumotlariga ko'ra, Olinaning ro'yxatga olish raqami Minerva M tankerning ro'yxat raqami bilan mos keladi. Olina tankeri 2025-yil yanvarda Rossiya neftini g'arb sanksiyalarini chetlab o'tgan holda tashishda foydalanilgan. Soya floti kemasi sifatida AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan edi. Kema Sharqiy Timor bayrog'i ostida suzadi. Bu AQSh tomonidan Venesueladan neft tashishda ishtirok etayotgan kemalarga qarshi olib borilayotgan operatsiya doirasida qo'lga olingan 5-kema hisoblanadi. Venesuela neft eksportining 70% Soya floti kemalari hissasiga to'g'ri keladi. Ukraina xavfsizlik xizmati Rossiya Lvov viloyatiga zarba berishda qo'llanilgan Oreshnik raketasining parchalarini namoyish etdi. Ukraina xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bu aynan Oreshnik majmuasiga mansub raketa qismlaridir. Subut tergovchilari ushbu qurolning Ukrainadagi fuqarolik infratuzilmasiga qo'llanilishini Rossiya tomonidan sodir etilgan harbiy jinoyat sifatida baholamoqda, deyiladi maxsus xizmat xabarida. Eron xalqi erkinlikni juda ham qadrlashi kerak. Donald Trump: erkinlikdan yaxshiroq hech narsa yo'q. Siz jasur xalqsiz. Mamlakatingiz bilan sodir bo'layotgan voqealar achinarli. Eron bir paytlar buyuk edi, dedi AQSh prezidenti o'z murojaatida. Oyatulloh Ali Xomanaiy Erondagi namoyishchilar Trampga yoqish uchun shaharlarni vayron qilayotganini aytdi. Eron oliy yetakchisi mamlakat fuqarolarini AQSh prezidentining yordamiga umid bog'lamaslikka chaqirdi. Ali Xomanaiy shuningdek Donald Trump qo'llari mingdan ortiq eronliklarning qoni bilan bulg'anganini ta'kidladi va AQSh prezidentining ag'darilishini bashorat qildi. U Trumpni Qo'shma Shtatlarning ichki ishlari bilan shug'ullanishga chaqirdi. Biz butun bir boshli mamlakatni egallab oldik. Biz Venesuelani kuchli va yaxshi davlatga aylantirmoqchimiz. Donald Trump AQSh prezidenti bu haqida Fox News telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Intervyuda Trump tomonidan bildirilgan boshqa fikrlar: Venesuela tartibga keltirilmaguncha biz u yerda bo'lamiz. Qo'shma Shtatlar Venesuela neftini sotish orqali milliardlab, ehtimol trillionlab dollar ishlab olishni rejalashtirmoqda. AQSh bir kun ichida Venesuela neftidan jami 4 milliard dollar miqdorda daromad oldi va bu ko'rsatkich oshib boradi. Kubalik muhojirlar oilasida tug'ilgan Marko Rubio uchun Venesueladagi operatsiya ehtimol qasos olish harakati bo'ldi. Men 8 ta urushni to'xtatdim. Nazariy jihatdan ularning har biri uchun Nobel mukofotini olsam, 8 ta mukofotga ega bo'lishim mumkin edi. Biden Ukrainaga 350 milliard dollar berdi. Tasavvur qilyapsizmi? Men Ukraina bilan noyob yer metallaridan foydalanish bo'yicha adolatli kelishuv tuzdim. Ushbu bitim doirasida pullarimizni qaytarib olamiz. Men AQSh prezidenti ekanman. Xitoy raisi Si Jinping Tayvanga hujum qilishga jur'at eta olmaydi. Nikolas Maduro afv etilmaydi. NATO doirasida Rossiyani Qo'shma Shtatlardan boshqa davlatlar umuman tashvishlantirmaydi. Agar Washington va Moskva o'rtasidagi raketalarga doir shartnomaning muddati tugasa, AQSh Rossiya bilan yanada foydaliroq kelishuv tuzadi, dedi Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari. Rossiya Ukrainaning Lvov viloyatiga zarba berishda qo'llanilgan Oreshnik raketasi soatiga taxminan 13 000 km tezlikda harakatlangan. Bu haqida Ukraina qurolli kuchlarining Zapad havo kuchlari qo'mondonligi ma'lum qildi. 8-yanvar kuni soat 23:47 da Rossiya qo'shinlari Lvovdagi infratuzilma obyektlariga ballistik raketa yordamida zarba bergan. Havo nishoni ballistik trayektoriya bo'ylab soatiga taxminan 13 000 km tezlikda harakatlangan, deyiladi qo'mondonlik bayonotida. Trump Erondagi norozilik aksiyalari chog'ida namoyishchilar halok bo'lsa, ushbu mamlakatga kuchli zarbalar berish bilan tahdid qildi. Men Tehronga ogohlantirish berishga majbur bo'ldim. Agar ular o'z mamlakatini sevadigan va o'zgarishlar bo'lishini istayotgan qurolsiz odamlarga qarata o'q uza boshlasa, hamda bu odamlarga nisbatan yomon ish qilsa, biz Eronga qattiq zarba beramiz, dedi AQSh prezidenti Fox News telekanaliga bergan intervyusida.